Thibaut Courtois'dan so'rashdi. Butun faoliyating davomida seni zarbasi bilan hayratda qoldirgan futbolchi bo'lganmi? Jurnalist uning Real Madriddagi yillari va faoliyati davomida duch kelgan kuchli raqiblarini eslatdi. Courtois bosh irg'ab dedi. Ha, shunday bir futbolchi bo'lgan. Uning zarba kuchi shunchaki insoniy emas edi. U bir necha soniya sukut saqladi, keyin jilmayib qo'shimcha qildi. U shunchaki to'pga zarba bermasdi. Uni go'yo raketadek uchirardi. Xuddi to'p aynan menga qarab yo'naltirilgandek. Qancha baland devor qo'ysang ham, to'p baribir darvozaga yo'l topadi. Trayektoriyasini oldindan bilib, to'g'ri paytda sakrashing mumkin. Baribir foydasi yo'q. To'p baribir darvozaga kiradi. Jurnalist yana so'radi. Lekin bu kim edi? U qanday gollar urardi? Penaltilardanmi yoki jarima zarbalaridan?